Va nihoyat zakazlarim yetib kelibdi. Hozir bu narsalarni olamanda olib borib o'sha yoqqa o'rnataman, ya'ni poliz ekinlarni atrofiga va jitellarga tayyorlab qo'ygan prankimni amalga oshiraman. Tak hozir bu sandiqni ham bu yerga olib ketishim kerak. Mana bu narsalar tak kerak bo'lgan narsalar kelibdi. Juda ham ajoyib. Hozir jitellarning asabiga juda ham qattiq tegib qo'yaman, chunki ular bu ishimdan juda ham xafa bo'ladi. Hozir polizni rasvo holatga keltiraman. Tak hozir qaysi tomonda edi poliz? Короче, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va sizlar yangi videodasizlar. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Men esa bugun qishloqlarga prank qilmoqchiman. Ya'ni hammasini polizini rasvo holatga keltirmoqchiman. Ularni esa reaksiyasini kameraga yozib olib turib, Instagramga va YouTube'ga qo'yib yubormoqchiman. Shunda juda ham mashhur bo'lib ketadi jetellar. Shu qatorda o'zim ham, chunki o'zim olyapman o videoni. Birinchi o'zimni polizimni istaman, chunki o'zimdan ular shubhalanmasligi uchun, ya'ni men qilganimni bilmasligi uchun o'zimni polizimni ham shunaqa ahvolga keltiraman. No, agar ko'rib qolishsa, ularni birortasini polizini bunaqa qilayotganimda dabdala bo'ladi. Keyin janob merga aytib beradigan bo'lsa, janob mer qishloqdan haydab yuborishi mumkin. Bu juda ham yomon degani. Chunki qishloqda haydalib ketsam, bilasizlar nima bo'ladi? Ko'chada qolib ketaman axir. Ko'chada yashash esa juda ham yomon, chunki ko'chada harorat sovuq bo'ladi va har xil hayvonlar, tarakanlar, narsalar bo'ladi. Ko'chada yashash ancha muncha qiyin. Tak hozir mana bu poliz ekinlarimni olib qo'yaman qo'limga va mana bunaqangi bloklar o'rnatib tashlash kerak. Mana bunaqa eski bloklarni va kreperlar boshlarini o'rnatib qo'yaman, chunki qo'rqinchliroq bo'ladi va jetellar qo'rqqanidan nima qilishni bilmay reaksiyasini ko'ramiz. O'sha reaksiyasini keyin Instagramga tarqatib yuboraman, YouTube'ga tarqatib yuboraman. Bo'ldi, cho'tka hammasi. O'zimni polizimni yomon ahvolga olib keldim. Endi borib qolgan jetellarni ham polizini shunaqa qilishim kerak. Qolgan jetellarni polizi mana bu qo'shnimni polizi bor bu yerda. Buni ham shunaqa holatga keltiraman albatta. Aytdim, hamma polizni shunaqa qilmoqchiman. Ya'ni jetellarning hammasini reaksiyasini ko'rmoqchiman. Juda ham qiziq, menimcha sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. O'shaning uchun videoni oxirigacha kuzatib turinglar. Tak mana, xo'sh, mana bu yerga hozir o'rnataman buni ham. Takoy. Mana buni bu yerga o'rnatamiz. Juda ham ajoyib bo'ldi. Sizlarga esa bunaqa ishlarni tavsiya etmayman, chunki bu yomon ish. Birovni polizini titish yoki shunga o'xshash narsalar. Hozir bu yerga bitta kamera o'rnatib qo'yish kerak, chunki kamera yozish kerak. Ularning reaksiyasini mana takoy menimcha yozar ekan. Ha, juda ham chiroyli, sifatli kamera bu. Tip-tiniq qilib yozadi hamma yo'qni. Menimcha biroz noto'g'ri o'rnatganman shekilli. Hozir buni boshqacharoq joyga o'rnatamiz. To'xtanglar, bu yerga o'rnatmayman. Mana qo'shnimni mana bu polizini qarochidak buzaman. Bu yerga kamera qo'yib qo'yamanda, buzayotganimda ham kameraga olaymikan, chiroyli bo'ladi menimcha. Video keyin video olinyapti, mana bo'ldi, video ketyapti. Men shu vaqtda buzib yuborishim kerak. Qo'shnim ko'rib qolmasa bo'lgani egasi. Uxlardi bu vaqtda, doim ko'ra olmaydi, aniq bilaman, chunki yomon uyquchi odam. Agar hozir uyg'onib qolsa, uyg'onib qolmaydi, chunki uni bilaman qanaqa uxlashini. Juda ham qattiq uxlaydi, mazza qilib. Uxlab agar uyg'onib ketadigan bo'lsa, ko'rib qolsa, menga aniq aytib beradi, chunki u juda ham kirisa. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib turib, mana shu ishlarni qilishim kerak. Xo'sh. Mana ovozi qanaqa ovoz kelyapti, tushunmadim. Tushunmayapman qanaqa ovoz. Bilmayapman qanaqa ovoz kelyapti. Hoy, kim qaysi baqir chaqir qilyapsan, tushunmadim. Hozir aniqlashtiramiz. Kim baqir? Jo'xami? Nima qilyapti? Axir polizlar nima qildi? Hoy, yaramas Jo'xa. Hoy, nima qilyapsan, tentak? Eshitmayapti shekilli, videoga olyaptimi? Yo'q, to'xta, yaramas. Seni janob merga aytib beraman, rasmga olayin. Janob merga ko'rsataman seni ertaga, ko'rasan mendan, yaramas. Mendan ko'radi ertaga janob Jo'xa. Yaramas, qishloqdan haydab yuboraman seni. Yaramas. Polizlar titasan, ko'rasan hali mendan. Yaramas bachcha. Janob merga aytib beraman, ertalab bo'lsa tezroq. Yaxshi, videoni oldim. Endi esa buni tak Instagramga yoki YouTube'ga yuklab olishim kerak. Qarochi hozir uyimga boraman-da. Sandiqlar aytgancha bu poliz ekinlarni bitta joyga ko'mib qo'yishim kerak. Ya'ni hozir bu yerdan polizlardan olgan poliz ekinlarim bor. O'shalarni mana shu yerga ko'mib qo'yaman, hech kim ko'rmasligi uchun. Jetellar izlaydi, topolmaydi. O'shaning uchun shu yerga yashirib ketaman. Bo'ldi, ustini yopib qo'yamiz, hech kim bilmaydi. Bor yo'qligi ham bilmayman. Bloklarni qo'yib qo'yan, kerak emas u menga baribir. Takoy. Endi kirib uxlayman mazza qilib, yaxshi. Obunachilar ko'rdinglarmi? Mana bunda prank deyiladi. Hozir ertalab bo'libdi. Endi polizlarni yo'q qilgani uchun Jo'xani borib janob merga aytib beraman. Tak, hozir
Janob albatta uyida ishlab o'tirgan bo'lsa kerak. Yaramas, polizlarning ahvolini qaranglar, juda ham yomon ahvolga kelib qolgan polizlar. Poliz ekinlar ham yo'qolib ketgan. Nima qilgan hayronman. Xo'sh, janob mer, hozir janob merning uyiga borishdan oldin buyoqdek, o'zini poliz ham shunaqa bo'lgan, tushunmadim. Demak, o'zini polizni ham shunaqa qilgan, hech kim bilmasin deb. Men bilib qoldim, men aqlli jitilman. Hozir assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Nima gap? Tojiz qani? Yechib qo'ydim. Короче, joyga bor, o'sha qishloqda haydash kerak. Kechasi bilan polizlar titib chiqdi. Qayerdan bilding? Telefonda rasmlari bor. Qani ko'rsat. Telegramimizga tashladim, ko'ringchi. Bo'ldi, borib qishloqdan haydab yubor joyxani. Mayli, juda ham yaxshi bo'ldi, yaxshi. Ana qishloqdan haydaymiz joyxani, juda ham ajoyib. Obunachilar va nihoyat ertalabdan mazza qilib uyg'ondim, ya'ni mazza qilib uxlab turib keyin uyg'ondim. Voy joyxa, qayerdasan? Uyimdaman, nima gap? Sen qishloqdan haydalding. Janob merning buyrug'iga asosan kecha polizlarni yakson qilganing uchun yo'qol endi. Tushunmadim, qanaqasiga? Sen nima bizni o'ynatmoqchimisan? Qishloqdan haydalding, yo'qolib ket, tushundingmi? Axir o'zimni polizim ham silgan-ku. O'zingni polizingni ham o'zing titganingni yaxshi bilaman. Men kecha ko'rgandim, yo'qol endi. Tushunmadim, obunachilar, obbo, hazil zilga aylandi. Mayli, 1-2 kun qishloqdan ketaman, endi iloji yo'q, borib o'rmonning ichida hamma qayerdadir yashab turaman. Keyin esa qaytib kelaman 1-2 kunda. Bularni jahli tarqagandan keyin yoki kelib turib hammasini poliz ekinlarini to'liq qaytarib bergandan keyin menimcha qishloqda qolishimga ruxsat berishsa kerak. Hozir men bu yerdan o'zimga kerakli narsalarni olib ketaman. Nimalarni olib ketsam bo'larkin, to'xtanglar, buni pechkani olib ketaman, keyin verstakni olib ketaman. Tak, okey. Qurolim ham kerak bo'ladi. Bu yerdagi qurolni men bu yerga yashirib ketaman yaxshirog'i, chunki hech kim kelmaydi-yu, baribir xonamning ichini hech kim tekshirmaydi. Xo'sh, mana bu yerdagi narsalardan notebookni olib ketaman, yotoqxonani olib ketaman va mana ikkita stulni olib ketaman. Ana shu ikkalasi bo'lsa bo'ldi, boshqa narsa o'zi menga kerak bo'lmaydi. Tak, menimcha bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Menga atak belkurakni amal kerak yo'q hozircha, chunki shaxtaning ichida yashaymanmi, uzoqroq joyga yashayman qarochi hozir. Bo'ldi, ana endi mana shu tomonlarga ketaman. Qo'shnim nima qilyapti ekan? Nimadirlar rejalashtirmayaptimi ish qilib? Yo'q, qo'shnim o'g'irlamaydi meni narsalarimni. Hozir men shu o'rmonning ichiga boraman-da, shu tomonlardan birorta g'or qazib, g'or ichida yashaymanmi, nimadir sharoit qilib olaman o'zimga. Keyin o'sha yoqda yashab turaman 1-2 kuncha. Keyin qaytib kelganimda jetellarni g'azabi tarqagan bo'ladi va mazza qilib yashasam bo'ladi qishloqda. Xo'sh, mana tayyor bo'ldi. Uning ichini remont ham qilib bo'ldim. Menimcha cho'tki chiqdi. Endi men kameramni mana yoqqa o'rnatib qo'yaman. Hammasi tagoy, normalli. Xo'sh, qanaqasiga o'rnatsam bo'larkan buni? Xo'p, mana hozir stol-stullarni ham o'rnatish kerak. Mana bu tomon devorlarni ham to'g'irlashim kerak mana. Takoy chiqdi bo'ldi. Xo'sh, mana bu tomonni ham olib tashlaymiz. Mana bu yerlar yopish kerak, chunki g'alati ahvolda turibdi bu yerlar. Mana hozir bu yerni yopib qo'yaman, chunki kimdir kirib kelsa dabdala bo'ladi. Hozir shaxtaning ichida turibman, shaxtaning ichidan joy qilib oldim o'zimga. O'shaning uchun eshik tomonni yopib qo'yish kerak, chunki jetellar kirib kelaveradi hammasi. Mana takoy chiqdi, menimcha juda ham ajoyib. Endi esa hozir mana bu yerlarni ham yaxshilab yopib chiqaman. Bo'ldi, hozir tak bizda tosh bor, toshni qo'yib tashlaymiz shu yerga. Tak taxta qo'yamiz ustidan va вообще hech kim sezmaydigan holatga qilib tashlashim kerak. Mana normali bo'ldi. Endi men notebookchamni o'rnatib qo'yaman bu yerga va mana bu kamerachamni ham shu yerga o'rnatib qo'ysam bo'ladimi? Qayerga o'rnatsam bo'ladi buni? Buni o'rnatishga nahotki joy bo'lmasa? Yo'q, joy yo'q, nahotki joy yo'q. Mayli, hozir men bu yerni ochib tashlaymanmi? Shu yerda ochib turib shu yerga buni o'rnatib olsak, kamera o'rnatmas ekanman o'ylab qarasam, chunki joy yo'qda kamera o'rnatishga. Tak mobillarni ham ochib kengaytirib sal kattaroq qilmasak xonaning ichini, menimcha hech narsa sig'maydi bu yerda. Sal kattaroq qilib yuborsam, kamera ham sig'adi, atak boshqa narsalar ham sig'adi. Mana kamera shu yerda joylashdi. Menimcha hammasi chiroyli bo'ldi, cho'tki normal. Endi dam olaman. Xo'sh, yetib keldim. Qishloqda qanaqadir jinoyat bo'lganini aytishdi. Hozir esa qanaqa jinoyat bo'lganini aniqlashtiraman. Mashinam takoy mashina o'zi har doimgidek, chunki bu mashina politsiya tomonidan berilgan menga. Hozir takoy bo'lib turibman. Ratsiyada aloqaga chiqishyapti. Aloqa, jinoyat polizda sodir etilgan. Bilaman, polizda sodir etilganini menga aytishgandi.
Tak, hozir aniqlashtiramiz. Birinchi janob merdan aniqlashim kerak. Ya'ni xo'sh, bizda narsalar, qurollar hammasi tayyor. Ya'ni jinoyatchi agar menga tashlanadigan bo'lsa, adabini bera olaman. Tak, oy janob mer, uydamisiz? Janob mer. Ha, Kirori. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, nima gap? Qanaqa jinoyat sodir etilgan? Jo'xa degan bola bor edi qishlog'imizda. O'sha xafa polislar rasvosi chiqargan. Tushunarli. Hozir men hammasini aniqlashtirib chiqaman unda. Ha, bemalol aniqlashtirishingiz mumkin. Bo'pti. O'zi qayerda? Qishloqdan haydadik. Yaxshi, qishloqda haydalgan bo'lsa, to'xtanglar, bularni o'zi jazolabdi-ku. Men nima qilaman unda? Hammaylar bir ikkita dalillar yig'ib ketaman. Tak, hozir kameram bor edi. Kameraga bu yerni rasmga olishim kerak, chunki ko'rsatishim kerak nimalar bo'lganini. Mana shu yerdan ikkita rasm ishlab qo'yaman, bo'ldi. Endi boshqa polizlardan ham rasmlar olishim kerak, chunki boshlig'imga ko'rsatishim kerak. Nima ish qilib kelding deganda, mana shu ishni qilib keldim deb ko'rsataman-da. Tak, hozir uyini ham tekshiraman borib Jo'xani. Xo'sh, uyida nimalar bor ekan? Uyini ham tekshirishim kerak. O'zi kun bo'yi shu polizlarni rasmga olib charchab ketdim. Endi uyini ham ko'rishim qoluvdi bir kami. Tak, bu yerda chiroq bormi? Ha, bor ekan. Bu yerda sandiqmi nimadirlar bor ekan. Tagida ham qandaydir tushunmadim. Qurollarmi? Voy yaramas, qurollar saqlar ekan uyida. Bo'ldi. Hozir bunga kakras chiroyli jazo qo'llaymiz. Bularni musodara qilaman, hammasini olib ketaman o'zim bilan. Yaramas, nima qilgan bu? Qurollarni qayoqdan olgan? Bizni uchastkavoyimizdagi uchastkovoylarda ham hattoki bunaqa qurollar yo'q-ku. Mayli, hozir bularni musodara qilib olib ketaman. Quroldan foydalangani uchun esa jarima qo'llaymiz. Yaramas. Jo'xa dedimi? Kim dedi ismini? Jo'xa yomon bola ekan, juda ham yomon bola. Bo'ldi. Bu narsalarni hozir ko'raychi, ya'ni bu yerda nimalar bor ekan, hammasini olib ketaman bu yerdagi narsalarni. Bu yerda bil kuragi bor ekan. Bularni olib ketmayman. Bo'ldi, ularni keragi yo'q. Tak, rasmga olamiz bir ikkita. Bo'ldi, ketdim. Bularni olib borib topshiraman hammasini.